Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirining birinchi bosqichi doirasida respublikamiz hududida uyushgan jinoiy guruhlar faoliyatiga chek qo'yish, kriminal holatlarning oldini olish hamda o'zini qonunlardan ustun qo'yib, noqonuniy yo'llar bilan daromad orttirishni maqsad qilgan shaxslarga nisbatan huquqni himoya qiluvchi organlar tomonidan qat'iy va murosasiz kurash olib borilmoqda. Xususan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda Davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida bir guruh shaxslarning jinoiy faoliyatiga chek qo'yildi. Guruh yetakchisi 1994-yilda Andijon viloyatining Buloqboshi tumanida tug'ilgan Umarov Baxtiyor Manibjon o'g'li, laqabi Baton. Muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 109-moddasi 2-qismi bilan sudlangan. Uning jinoiy sherigi 1993-yilda Andijon viloyatining Buloqboshi tumanida tug'ilgan Ikromov Jasurbek Ravshanbek o'g'li, laqabi Riji. Ushbu shaxslar o'zaro oldindan jinoiy til biriktirib, Andijon shahrining Yuksalish mahallasi hududidagi odamlar gavjum chorrahalardan birida yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanayotgan haydovchilarga pichoq va boshqa sovuq qurollar orqali noqonuniy ravishda bosim o'tkazib, ushbu hududda ishlashlariga imkon yaratib berish evaziga har kuni 40 ming so'mdan pul mablag'larini to'lamachilik yo'li bilan talab qilib kelishgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida mazkur jinoiy guruh 2025-yilning sentyabr oyidan shu kunga qadar haydovchilardan jami 90 million so'm miqdoridagi pul mablag'larini tovlamachilik yo'li bilan qo'lga kiritgani aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, bugungi kunda oramizdagi ayrim shaxslar noqonuniy yo'llar bilan daromad orttirish maqsadida fuqarolarga nisbatan bosim o'tkazish, qo'rqitish va tovlamachilik qilish kabi jinoyatlarni sodir etishga urinmoqda. Bunday holatlar jamiyat tinchligi va fuqarolarning qonuniy manfaatlariga jiddiy xavf tug'diradi. Shu o'rinda ushbu jinoiy guruh harakatlaridan jabr ko'rgan bo'lsangiz, ichki ishlar organlariga yoki 102 qisqa raqamiga murojaat qilishingiz so'raladi. Shaxsingiz sir saqlanishi ta'minlanadi. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirining birinchi bosqichi doirasidagi tadbirlar Andijon viloyati bo'ylab davom ettirilmoqda.